Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani Qo'shtepa mahallasida aholiga suv boradi. Mana kanal. Sopkada remont ishlari bo'lyapti. Remont tarafına kelyapti shu yoqdan. Kanal remonti davom etmoqda. Remont olib kelgan bu yo'llarda. Davom etyapti. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Men Qo'shtepa, Jarqo'rg'on tumani Qo'shtepa mahallasi raisi Fayzulla Normurodovman. Mana bizda hozirgi kunda Jarqo'rg'on tumanida mahallamizda katta ishlar amalga oshirilyapti. Qo'shtepa mahallasiga boruvchi kanalimiz 7,5 kilometrdan iborat. Mana shu kanalimiz 2026-yil iyun oyida boshlandi hashar ishlari. Tenderda qatnashib, mana Jarqo'rg'on tumanidagi Ne'mat aka Ergashev boshchiligidagi Faxriddin Imchiji tashkiloti bu ishlarni amalga oshirilib boryapti. Hammalariga rahmat. Mana injenerlar Soat aka bor, To'lqin aka bor. Shu yerda ishlarni ishlatyapti. Bu tarixiy voqea bo'lyapti biz uchun. Qo'shtepa mahallamizga doimiy ravishda xalqimiz 5 mingdan ortiq aholimiz bor. Tomorqalarni suvlash masalasida qiyinchilikka duch kelyapti. Shu kanaldan ichadi. Doimiy ravishda to'lib qolib, vaqtida qozilmay tomorqadan foydalanish juda qiyin bo'lyapti. Mana endi nasib Xudo xohlasa, mana ishlar juda tez suratlar bilan davom etyapti. 1 oy, 1,5 oy davomida nasib bo'lsa mahallamizgacha yetib boramiz. Suv qiyinchiligidan qutulamiz nasib bo'lsa. Bu borada Prezidentimizga, viloyat hokimimiz, tuman hokimlariga o'z minnatdorchiliklarimizni bildiramiz. Rahmat. Endi gapiraman. Boshlaymanmi? Hurmatli aziz bahodoshlar, hurmatli quruvchi mutaxassislari, hurmatli aziz muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich rahbarligida butun 40 millionlik aholining otasi ham onasi rahbari shu odamning umri uzoq, bobo betgan bo'lsin, doim boshimizda omon bo'lsin. Prezidentning olib borayotgan sa'y harakatlari shundan iboratki, ham tashqi siyosat, ham ichki siyosat oqilona olib borayotganligi natijasida mana yangi O'zbekiston rivojlanib, butun dunyoga tanilib, o'z o'rniga ega bo'lmoqda. Shu jumladan mana prezidentimiz shunchalik xalqqa xalqparvar insonki, har bir insonning qadrini e'zozlaysan deyapti. Ana shuning uchun doim biz shukronalik maqsadida yashashimiz kerak. Mana men endi 79 yoshga kirdim. Mana Qo'shtepa mahallasiga ko'chib kelganimda 2001-yili dan buyon mana kanalimiz suv
masalasi juda og'ir edi. Suv muammosi. Suv muammosi og'ir edi. Mana shuning uchun bir necha marotaba prezident virtual qabulxonasiga murojaat qilib, mana murojaatimizni e'tiborga olib, prezidentimiz rahmat. Mana shu 7,5 kilometr kanalimizni betonlashtirib berish bo'yicha topshiriq va buyruq bergan. Mana Jarqo'rg'on tumanidagi MChJ Faxriddin degan MChJ rahbari Ergashev Ne'mat aka boshchiligida mana 60 ta ishchi ishlab oylik olib o'zining qora qozonini qaynatib turibdi. Ishchilariga mana 12 million, 15 millionlab oylik beryapti. Rahmat. Bu ham bo'lsa prezidentning sa'y harakati. Lekin mana bu kanalning asosiy muallifi bo'lgan inson sobiq hokimimiz Avazov Elmuratboy mana boshqa ishga o'tganligi sababli, lekin asnovnay shu kishi yugurib, chopib, men bilan birga Toshkentma, boshqa joyma pulini hal qilib berib, mana shu kanalni boshlatdi. Yonlaringizda turganda. Ya, yonimizda turib ishni boshlatib berdi. Yana mana Dan mahallasining ko'prigi 40 yildan beri ko'prik soz bo'lmagan edi. 40 yillik ko'prikni mana prezidentning harakati, tuman hokim, sobiq tuman hokimining harakati bilan katta mahallaga, katta kanalning ustida ko'prik qurib berdi. Yangi O'zbekistonda, Jarqo'rg'onning Yangi O'zbekiston shaharchasini qurdi. Bu inson ishchan yigit. Mana ishchanligi munosabati bilan respublikaga ishga olindi. Rahmat, mana shuning otasiga rahmat bu insonning. Prezidentimizga rahmat. Prezidentimiz qarangki, yaqin do'stlar bilan munosabati juda kuchayib, butun dunyoning eshigini ochib berdi xalqimizga. Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Rossiya, Yevropa mamlakatlariga, keyin ham mana O'zbekiston Respublikasida yashovchi birodarlarimiz, aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz haj marosimiga, millionlab haj marosimiga borib kelyapti. Mana shukrona qilishimiz kerak. Xalqimiz shukrona qilib yashash kerak, farovon yashash kerak. Shuning uchun mana Ne'mat aka rahbarligida bo'layotgan kanalimiz ham tez orada nasib bo'lsa, Xudo xolasa 1 oyda ichida, 1,5 oyda ichida bitkazib, sog' salomat o'ynab kulib, mana yana shu yerda qishloq mahalla oqsoqollari, mahalla faollari bilan ochilish marosimini Xudo xolasa yaqin kunlarda o'tkazamiz degan fikrimiz bor. Bu kanal munosabati bilan xalq kayfiyati qanday endi? Xalqning kayfiyati juda a'lo, juda a'lo. Mana bizning mahallaga prezidentimizning rahbarligida, viloyat hokimining rahbarligida maktab, betsat, xo'p, medpunkt, hop, ko'chalar asfalt bo'ldi. Svet yaxshi bo'ldi. Ichimlik suv yaxshi. Lekin mana endi bu ichimlik suvimizni qaytadan mana To'polongesdan keladigan suvga ulanyapti. Xudo xolasa 1 oy 2 oyda ichida To'polongesdan kelgan suv ham bizning mahallaga yetib keladi. Shunchalik prezidentimiz e'tibor beryaptiki, har bir mahallaga e'tibor beryapti. Har bir odamga e'tibor beryapti. Bu bundaqa prezident boshqa davlatda yo'q. Pul desa pul beryapti, ish desa ish beryapti. Hajga bor desa hajga yuboryapti. O'zining hisobidan başta har yili 200-300 kishini o'zining hisobidan, davlat hisobidan yuboryapti. Bunday davlat yo'q. O'rtoqlar, mana shuning uchun doim shukrona qilib yashashimiz kerak. Ishlash kerak, yaxshi farovon yashash kerak, tinchlik, omonlik. Mana qarang, butun dunyoda taktikalik vaqtda janjal, bo'lak davlatlarda. Xudoga ming qalla shukr, O'zbekiston diyorimiz tinch, omon, eson. Buning sababchisi kim? Prezidentimiz oqilona siyosat olib boryapti. Har kuni men televizorda e'tibor beramanki, bugun Amerikada, bugun Germaniyada, bugun Xitoyda, bugun nimada, Koreyada nima uchun? O'zimizning xalqimizning farovonligi uchun chopa-chop qilib, jon kuydirib ishlab yuribdi.
Bundaqa prezident hech vaqt O'zbekistonga topilishi qiyin, o'rtoqlar. Shuning uchun hamma yoshi qari, ayoli erkaklar hammasi ahl bo'lib davlat uchun xizmat qilish kerak. Ana shunday. Shu so'z berganingiz uchun rahmat. Assalomu alaykum, o'zingizni tanishtiring. Men Mahmuram Soat Murod Sheraliyevman. Taqdim ichida ishlayapmiz. Ish boshqaruvchi bo'lib hozircha. Ish boshlab ishlaysiz-da bu yerda. Hozir bu Shopka kanalini tenderda yutib oldik. Hozir 50-60 kishi mana shu beton ishlarni olib boryapti kanalda. Nasib buni tez orada bu beton ishlarini loyihada qanday bo'lsa shu holatda bajarib beramiz. Va'da beramiz. Mana bobolar, akalar hammasi har kuni shu yerda biz bilan birga yurib tushibdi. Ishlarni sifatli, a'lo darajada bajarib beramiz. Nima ish bo'lsa shu smetada bor narsani qilib beramiz aka. Ish davomida kamchilik bo'lmayapti. Bo'lmayapti. Hammasi joyida. Hammasi yetarli. Aholilar ham Aholi yordam beryapti. Qarashyapti, hammasi yaxshi. Kayfiyati qanday? Aholining kayfiyati juda yaxshi. Bu yerda aholilarimiz ham hammasi yaxshi. Xursand. Mana shu Quruchtepaning qancha yillik orzulari amalga oshyapti-da, qarang bu yerda. Shu ishlar bo'lgani, hammasi shu suv bilan ta'minlansa, tomorqalar rivojlanib, yaxshi ekin bo'ladi. Bola-chaqani boqishga yaxshi imkoniyat yaratiladi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Mana aholiga changovoz yo'llarni suvlab turibdi. Yaxshi. Davom etyapti. Bolalar ishlayapti. Hammasiga rahmat ishlayapman.